2 3 ketdi. 38 ming so'mdan 18 fevral kuni tuxumlarni beramiz. Bu eng og'iri, zo'ri bo'ladi, akalar. Birinchi cho'tkasi 38 ming so'mdan. Xudo xolisa go'shtlarni, mevalarni juda ham zo'rlarini olib kelib qo'yganmiz yurinchiga. Bu yerda aksiyani juda ham zo'ri ketyapti, xudo xolisa narxlarni sindirib olamiz. Kattasi bor. Namlish pul. 20 ming so'mdan. Donasimi? Donasi 20 ming. Bir donasi 20 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisa ikkitasi 28 ming so'm. Ikkitasi 28 ming so'm. Xo'p, mana buni necha bilan beramiz? Rozmetovkani. 24 ming so'm. Donasi 24 ming so'mdan okelaykan ijozat. Hop 14 ming so'mdan indekini. Hop, mana 50 ming so'mdan shuni ikkitasi 50 ming so'mmi? Ikkitasi bo'ladi. Mana ikkitasi 50 ming so'mdan. Sosiskamizani 2 donasi 30 ming so'mdan xudo xolisa. Bo'tga okelay ko'ryapsizlarmi? Juda ham zo'r tovarlarni olib kelib to'ldirib qo'yganmiz. Xudo xolisa bemalol do'konlarimizdan kelib xaridni amalga oshirsanglar bo'ladi. Xudo xolisa dobrini ko'ryapsizlar, juda ham svejisini olib kelganmiz. Turk qatig'i. Ya'ni buni narxini nech pul? 35 ming. 35 ming so'mdan. Bu yoqda yo'lda hamma narsalar bor. Sekin ko'chaga chiqamiz. Yuringchiga. Hop. Tuxumni xullas 38 mingdan beramiz. Jengiz kelib ketyapti. Go'shtlarimizning narxi. Go'sht nech puldan boshlanyapti? 85 mingdan 135. 85 ming so'mdan 135 ming so'mgacha. Hop, bu chet davlatniki, bizaniki Messilar nech pul? 120 mingdan 160. 120 mingdan 160 minggacha. Xudo xolisa aksiyani juda ham kattasini yo'q qo'yganmiz. Kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Bizani manzilimiz Chilonzor 20-A kvartal 13-dom, ya'ni hop, Milon ota masjidini oldida. Jigar yuring, video bo'lsin, zo'r bo'lsin. Hop. Bugun 18 fevral kuniga pulkunlarni nech puldan qilib beramiz? 40 ming so'mdan qilib beramiz. 40 ming so'm, 80 ming so'm, 130 ming so'm. Kelib olib ketishinglar bo'ladi. Okey, yaxshi bo'ldi. Ne deylarmi? Xudo xolisa kelib xarid qilib ketinglar. Ilon ota milliy taomni ro'para story tashkil etmoqda. Like bosinglar, murojaat uchun nomerlar bor. Telegram kanalda lokatsiyalar bor. Kelib olib ketishinglar bo'ladi. Masalani. 5 minut bo'ldi.